Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Şundaqla başqalarını ıslah qılımız deb, özümüz tuymasdan pasajlarının yetekçileriga aylanıp qalamiz. Bu mühim qayda ölçemdir. Allah bütün şeylerini ölçem bilan yaratdı. Bu ayet hadislerde sabit. Yıllar, aylar, küçük gündüz, kar, yağmur, boran, su, otlak, çağrılar hemmisi ölçemlik. Hatta küçüklükle acizlikmi ölçemlik. Bir devlet her qancha terak qilsa Allah belgilegen kuch ölçümünden alıp ötülmeydi. Şundaqla bir xalq her qancha aciz bolsa o'xshashla Allah belgilegen acizlik ölçümünden tushib ketmaydi. Bu yerde bizden talep qiladigan ölçemni qandoq tushunish masalasi. Misal Allah'ın kavni sünnetlerinden yer şari quyoshni 1 yil 365 gün 12 oyda bir qitim aylanib chiqadi. Yer şari quyoshni 1 yil aylanish jarayonida o'z o'qida 365 gün aylandi. Shuning bilan kecha va kunduz hosil bo'ladi. Yer şari quyoshni 1 yil aylanish jarayonida ay şari yer şarining hamrohi bo'lg'achqa yer sharini 1 yil jarayonida 12 qitim aylanib 1 yilning 12 kuni hosil qiladi. Bu bir oddiy savod. Mana shu quyoshning 9 planeti bor. Ba'zi olimlar 8 deydi. Mayli qancha bo'lsin, biz yer sharining quyoshni 365 kunda, ya'ni 1 yilda aylanib chiqadigan o'lchimini bildik. Mana shu yer sharining quyosh bilan bo'lgan 1 yilini quyoshning boshqa hamrohlar bilan bo'lgan munosabati o'xshatib qolsak, xatolik yo'l ichib beramiz. Masalan, quyoshning ajoyib go'zal, shundoq ko'rkam atrofini chambar shakllik metro toshlar o'rab turgan Saturn ismli bir hamrohi bor. Mana shu Saturn quyoshni bir aylanib chiqqanda yer shari quyoshni 13 qitim aylanib chiqadi. Ya'ni yer sharining 13 yili Saturnning 1 yiliga teng. Shu sababdan yer sharining quyosh bilan bo'lgan munosabatini quyoshning boshqa planetlari bilan bo'lgan yiliga vaqtga o'xshatish, xatolik yo'l ichib berganiga o'xshash kishilik turmushdagi har bir narsaning o'lchimini bilmaslik ozg'unlikqa shundoqla halokatga olib boradi. Misol, o'xshash bir dora kichikcha cho'ng'i berildi. Birisining kelgan oyoqi yoki kiyimi boshqalari kelmaydi. Zambarakning o'qtiniga raketaning o'qini salg'il bo'lmagandek, avtomatning o'qtiniga tapanchaning o'qini salg'il bo'lmaydi. Tamoq baldiri ilinib kelsa xom qoladi, oshirvasa kuydi. Tuzli jiq solsang tuzliq bo'ladi, oz solsang tuzsiz bo'ladi. Shundaqdimi bir savol chiqdi. Sunnatga xilof holda ko'p yeyish, ko'p ichish bir millatning yoki shaxsning yoki xorliqning ko'rinishi bo'lgan o'ltirgan qo'pqa yerda yegan ichganning gapini qilish, xom yoki ozroq kuyib kesimi yeyish, dorini oz ko'p bo'lsa iste'mol qilishlar va shuning o'xshagan o'lchamsiz ishlarni qilish bilan hech nima bo'lib ketmaymiz-ku deydiganlar chiqdi. Haqiqatan shundoq bir misol keltirishdan hadisinglarimdan, farzandlarimdan uyaldim. Agar navbat keltirgan misoldimi yaxshiroq, texmi bak tushunishlik bir misolni topgan bo'lsam, hargiz bu misolni keltirmaydim. Albatta Alloh haqdir, haqdan boshqani so'zlamaydi. Alloh insonga shahvatni o'rnatdi. Allah bu shahvatni, shahvat bilan qarashni Qur'on va sunnatning ko'rsatmasi, kishilarning guvohlik bilan rizqi bir qachida qilingan bir jupga halol qildi. Yot ayollarning shahvat bilan bir-birisiga qarashni shaytonning kirishi qildi. Allah halal qilgan bir jiptin bo'lgan odam otining o'g'li tarafidan Havonimizning qizga ko'zdagi shahvat orqali savob ishni talab qildi. Lekin Havonimizning qizi jimjit. Shundaqdimi savoblik ish bo'ldi. Yana bir kuni Havonimizning qizi tarafidan savoblik ishga intilish bo'ldi, ammo odam otining o'g'li charchagan. Shundaqdimi yana savoblik ish bo'ldi. Yana bir kuni oltin uzukka yoqut ko'z qo'yganda tepishgan bu ikki tayir zokra bilan parxash sherillar choy ichib mungdashqash, har ikkisi ko'zlar orqali savoblik ishga talpindi. Shuning bilan har ikki tarafning ko'ngli so'shgandan keyin butun ko'ngilsizliklar unutilib, hayot intan go'zal tus kirib, onasining quchqidagi bu vaqtning usti uyqusini uxladi. Shundoq, qarindoshlar, darni o'lchamsiz oz ko'p iste'mol qilish bilan va yoki nonning ozroq xom yoki ozroq ko'p ketishi, tuzliq yoki tuzsiz bo'lib qilishlari o'lcham ko'p ta'sir qilmasimi yoki yuqorgi misolga o'xshash voy etmaydi. Shundoqla so'z harakatning ham o'rni bor. Misolga, hammamiz bir qarindishimizning to'yiga bordik. Hammamiz xo'shal-xo'ram to'y polosiga qo'l uzarsak, bir qarindishimiz, "Men ro'zdor" deb o'yinchoqchoq ko'p yemaslik to'g'risida da'vat qildi. Bu o'rdimi? Qarindoshlarimiz yerib uxlayotgan uyda birisining toza ovozini qo'yitib Qur'on o'qishi bilan birisining qo'pab noyisilik bilan bog' kengir bo'lgandan keyin bog'da o'qisingiz desa, Qur'on o'qisa bishinglar og'raydigan qandoq birodar sizlar deganni men ko'rgan. Hamma narsaning o'lchimi bor, hatto bir davlatning o'rilishining ham o'lchimi bor.
Bu o'lcham, ya'ni miqdor butkul sohalar kirib ketgan. TNTning qattiq portlaydiganligini qiyndoshlar biladi. Lekin shuncha qattiq portlaydigan TNTni o'tga solsak portlamaydi. Chunki o't TNTni portlaydigan o'lchamni bera olmaydi. Shuning uchun olimlar shu TNTni portlata oladigan kortikoid kapsulni yasab chiqqan. Kaliy xlorat, shakar, harakatdagi qatorliqlarning jug'lanmasidan kuyish va portlashlarning bo'lganligini bildik. Kitapta ko'rib olgan bo'yicha ularning nisbini tanishmay, ishni pomlaplam oddiy pilakdan birini o'rnatib, bir asaq hech nima yuz bermasa kitobdan qoplamdik. Bu masala o'zimizniki masala, ishning nisbini tanishmaganligi masala. Har qanday pilik bo'lsa, bo'laveradigan o'xshaydi deb uni partita oladigan, o'lchamni bera olmaydigan pilikni ishlatganligi masala. Mushu ishni ustozga desak, ustozning javobi qiynashimsiz partitish ilmi o'rganaman demay, tosh etishni o'rganinglar. Bunday otqin tursangiz, Baytul Mal isrof bo'ladi deb chaqchaq qilib qo'ydi. To'g'ri, qapaqni turib, haqqa chiq bo'lsam deyish kerak deb vaqirab, dushkilab da'vat qilsak, belgilik unum bo'lishi mumkin, lekin asli kutgan natija chiqmaydi. Chunki yaxshilik buyurib, yomonlikdan to'silgan kishining ham o'lchimi bor. Salaf solihlar yaxshilik buyurib, yomonlikdan to'silgan kishini o'zida 3 shartni hozirlasin deydi. Birinchisi, bu kishida ilm bo'lsin. Ikkinchisi, bu kishida rafiq sifati bo'lsin, ya'ni muloyimlik, siyliqlik. Üçüncüsü, bu kishida sabr bo'lsin. Birinchisi bo'lgan ilm shuning uchun zarurki, ilmsiz bir ishni qilib bo'lmaydi. İlim bo'lish bilan birga qarshi tarafning o'rin, vaqt, holatini bilish kerak. Salaf solihlar shunday deydiki, boshqalarni yaxshilik undaganda ilm bilan muloyimlik tang ilib berilsin. Allah rafiqdir, rafiqni yaxshi ko'rdi. Qandoq bir kishida muloyimlik, siyliq sifati bo'ladi ekan, bu kishida zinnatdan boshqani ziyorat qilmaydi. Buni ascha qandoq bir kishida qo'pollik, to'nglik bo'ladi ekan, o'ziga yirginishdan boshqani ziyorat qilmaydi. İnsan obro'liq yaratilgandir. Shuning uchun ularga ilm va muloyimlik bilan ularning obro'yini saqlab dinga chaqiringlar. Qo'pollik, to'nglik bilan ularning izzatiga tegib qochirib qo'ymanglar. Uchinchisi bo'lgan sabr shuning uchun zarurki, bu kishi o'zining ilm elish va ibodatning jafo mushaqqatlariga sabr qilish bilan birga boshqalarni yaxshilik buyurib, yomon to'sish jarayonida yetgan aziyatlarga sabr qilish. Amal var cidal majradan yiroq turish. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haq o'zida bo'lsa-mu cidal majradan o'zini tortgan kishiga jannat uylarining o'ttirisidan bir uy bo'lish kepilman degan. Chunki g'alaba sabrsiz kelmaydi. Hamda yuqoridagi Alloh subhanahu va taolaning inson tabiatiga o'rnatgan qo'rqish, obro'liq yaratilish, ko'rish, anglash va shuning o'xshaganlarni qisqacha yig'inchoqlasak, bir qendishim menga xalqimizning dindorlik yaxshi, lekin diniy saviyasining tuvanligini bilamsan dedi. Bilmaydi ekanman desam, biz tarafda birisining intayin aqlliq, zerak farzandi bo'lsa, panda bütün kuchini chiqarib o'qitdi. Agar zehni to'varak bo'lsa, qori qildi deydi. Albatta bu bir tarafdan qarashdir, lekin o'yinish tegishli masala. Naqshchilikdan da'vatchilikka degan kitobning avtori Yusuf Islam shundoq bir gapni o'ttirib qo'ydi. Bu ummatning keyinda qilishining sababi shuki, xizmatdan oshgan vaqtini dinga bergilik. Agar dindan oshgan vaqtini xizmatga bergan bo'lsa, holat bundoq bo'lmaydi. İnsanlar umumatan 3 vaqt uzuqqa odatlangan. Ya'ni atdigan cho'sh kash. Mana bu 3 vaqt odam badanini eng ehtiyojli bo'lgan uzuqlik bilan ta'min etadi. Mana shu asosli bo'lgan 3 vaqtning o'rniga do'konlarga selingan paxpaq yemekliklar, paxpaq ichimliklar bilan ozroq qo'saq ochqanga sabr qila olmay, yavalsak ham odatni qolsak, vaqtning o'tishi bilan badanni buzib olamiz. Askartish o'rnida paxpaq yemeklik va ichimlik degan hozir kitob batlardagi axlat yemeklikni ko'rsatdi. Ve yemeklikka axlat degan so'zni qotmaydigan xalq. Bu Xitoychadagi large shipping degan so'zni xalqimizga o'lik holda tarjima qilinib kirib qolgan yot bir so'z. Bu paxpaq degan so'z o'zim kashf qilib olgan so'z emas. Kichigimdan tortib bu so'zni ko'p narsa ishlatib ko'rib cho'ng bo'lgan. Kichikimizda cho'nglar bizni sinib mahalla opirib birga-bir mushlashtirmoqchi bo'lsa, o'zimizni yo'g'on igiz bolalarni ko'rib sal qo'rqsak, qo'rqma igiz bo'lgan bilan paxpaq deb bizni rag'batlantirdi. Tayoq yegan farzandlardan dadalari, akalari xapilab, ushaq paxpaq yeme desam, unmaysa, oxirida shundoq burnini qantib yig'lab o'tirsan, xalqning farzandlariga o'xshash. Vaqti-vaqtida uyda opang etib bergan istamoqni yesang, burnini qanatmaysan, yana paxpaq yemsan deydi. Biz odatda kegin bo'ladigan, mayli raq bo'lsin, mashina bo'lsin, mayli yigini bo'ladigan, yemeklik bo'lsin, ko'rinish chiroyli, lekin zarur qimmat yarata olmaydigan lozimatlarni paxpaq deyish bizdagi normal ahvol.
Yani birisi silyo degan so'zning bizning aramizga kirib qilishi. Xalqimiz buni yaltiroq deb ishlatadi. Bir kun do'konda o'tirsam, musofir bir odam kirib, yaltiroq bo'lsa barslar deydi. Darhol inkos qaytarilmoqligini ko'rgan yiliq musofir odam xoltini ko'rsib, "Ovuni" deydi. Ben kulib buni yaltiroq demsam, "Ha" deydi. Kan ketgan etiziqlardagi paxtığımı yaltırak yepip değil deydiken, ögüzük yaltırak koyut değil deydiken, diyerizgi yaltırak tartıp değil deydiken. Yani şunda xalq arasında işletidigan sözünü işletmeslikimiz kızgarlık. Bir güne küçük perzentlerimizden birisi toktanını çungen bu dep yürüydü. Şuna bilen küçük perzentlerim düşendiriş berip, xalqimizda bir narsani vaqti saqlaydigan, üskünü bolsa don degan qo'shimchani ishiltish bilan ifodalash odati bor. Masalan, su saqlaydigan narsani sudan deysizlar, choy saqlaydiganni choydan deysizlar. Mavu gaz saqlaydiganni gazdan deysizlar. Mavu mening qoralimdagi o'q bosilgan mixsanni o'qdan deysizlar. Shuning uchun mavu tok saqlaydigan narsani tokdan deysizlar. Tushundinglarmi desam, tushundik deydi. Men bu yerda Xitoy so'zini chatqoqqanim yo'q. Har millatning o'ziga tushliq tili, yezigi bo'ladi. Maktab o'qiyotgan chig'imda haftada 1,5 soat qo'shimcha Xitoycha dars bo'ladigan. Shu chaqda o'qituvchimiz boshqa tilni bilish sharaf, lekin o'z tilini unutish nomusdir. Boshqa tilni o'rganishdagi maqsad shu xalqning ilg'or fikrlarini xalq yetkazishdir. So'zni ko'p takrorlashdan saqlaninglar. Anlıqçılar sözünlerden rahat his qilsin. Boshqa tilni o'rgandim deb o'z tilini chaynab so'zlaydigan atalmış ilg'or fikrliklardan saqlaninglar. Bu nomusdir deganlari esimda. Albatta til to'g'riliq so'zlash bu yerdagi asosiy maqsad emas. Pax-pax yemaklik va ichimlik to'g'risida gap bo'lib, agilib o'tib ketdi xolos. Yuqorida tilga ilib o'tib ketganimizda turmushimizdagi nurg'un qo'shimcha joiz ishlar asos qaynab qoladilar. İslamiy degan asosda nashni ko'p anglash, qo'nchoq film ko'rish, ahamiyatsiz to'rga chiqish, to'rga chiqolmasa telefonni matlash, ko'p yeyish, bir millatning yoki shaxsga xorliqning ko'rinishi bo'lgan ko'p yeyish, o'ltirgan qopqa yerda yegan ishganni gapini qilish, ko'p uxlash, buni oz degandek vaqt uxlab bomdodni o'qibdan bu ummatga barkat qilingan sahar vaqtini qo'ldan berib yana uxlash, go'shin sho'rib qilib tuxumini pishirib yeyman deb to'xtoshgan beqish, ko'ktatlarni ying yeyman deb o't yash terish. Bu yerda qarindoshlarimizga telefonda uyan o'ynaydi, kufr ishigan filmlarni ko'rdi demadim. Mushundaq ishlarni tuyib qolgan bo'lsam-o, yaxshi gumon bilan o'tkazayotdim. Qarindoshlarimiz har qancha chekinsimi vaqtini uyan o'ynashga, kufr filmlarini ko'rishga, ajratqidek olg' yetmaganda muzikali qo'nchoqlarni ko'rdi deb ham o'ylamayman. Shundaqla bu yerda bir masala uchiqlashib ketsin. Farqmi qo'choq ko'rdi deb o'zinglar ko'rayotgan qo'choqni mening ko'rayotgan qo'choqimga o'xshatmanglar. Menda 30 GB qo'choqning borligi haq, boshqalar ko'chirib berganim haq. Men bularning hammasini tashviqot ishqonsidan ko'chirgan. Hammamizning niyati o'zimizga ayon. Arab tiliga kirishib ketganim ayon. Hatto Farqam nima ish qilyapti deb so'raganlarga Farqam butun ishini tashlab bir g'orning ichiga kirib arab tilini o'rganyapti deb qulqimi yetganimi ham rost. Lekin bu sal oshirib aytilgan so'z. Lekin qarindoshlarimiz bu yolg'on so'z emaslik. Bu ish mandaq buloqliq. Havodan davomli bombardimon qilib turgan ma'lum bir joy bor edi. Odatda bombardimonchi aeroplan va josuslar bir necha qatim olinib, ondan keyin bombardimon qiladi. Lekin bu yerda bombardimonchi aeroplanlar kelgan peti oylanmaylan urdi. Chunki aeroplan urdigan nishonni bir aylanib bo'lguncha mujohidlarning hammasi g'orlarga kirib bo'lar edi. Shu sababdan kufr mujohidlarga oshunchlik fursatni bermaslik uchun kelgan peti urdigan usulni qo'llandi. Shundaqdimi g'orga berilishimizga 10 sekund ketdi. G'orning ichi sovuq ham zay bo'lg'achqa odatda markazda turadi. Bombardimonchi aeroplanlar bizga dab qo'yib kelmaydiganlik uchun markazda o'ltirib suvdan chiqadigan tok bor edi. Kompyuterni tok chetib qo'yib arab tiliga o'rgandim. Shundaq vaqtda qarindoshlarimizdan tuyuqsizdan aeroplan keldi degan ovozdan hammamiz qurollarimizni ilib g'orga yuguraydik. Shu chaqda men kompyuterimni o'zim bilan birga ilib chiqib ketar edim. Shu jarayonda bombardimonchi aeroplanlar urdig'ini urib, ishni tugatib bo'lguncha orliqda vaqt bekor o'tib ketmasin deb kompyuterimning tok-tukcha g'orning ichida o'qigan. Albatta qarindoshlarimiz bu boshqalar yaxshi niyatli degan bo'lsa kerak, lekin sal oshirib o'tibdi. Har qanday tilning kitob tili bilan og'zak til o'xshamaydigan bo'lg'achqa hammaning ustiga boshqalar bilan arab so'zlashish sharoiti bu yer bo'lmag'achqa 30 GB arabcha qo'choq ko'chirgan. Muziksiz asosiyatning ayol chiqmaydi. Arab qo'choqning ayol chiqadigan o'rinlari kesitilgan yoki padalangan ekan.
farzandining sog'lom yetilishi uchun qo'choq Yaponiya yoki boshqa davlatlarning bo'lg'ini bilan ichiga oyat hadisdan kirishib, arabchaga o'zlashtirib tilishgan. Unisiga 50-60% janjallardan til o'rganish uchun til kitobi bo'lib qolsa, o'ziga bir savallik yo'lni ichib qo'ydi. Misolga xohlasanglar, Muz erasi degan bir Amerikaning qo'choq film bor. Bu qo'choq Uyg'urcha tarjima qilingan. Aslida Xitoycha chiqib turdi. Shuning ichida bir ko'rinish bor. Odam farzandining to'pi bir igiz yeri chiqib ketadi. Shu chaqda yo'lbos topni ilib berish uchun igizga yamashganda, heliqi urug' ko'tarib yuradigan yo'lbos qarab avaylagan dedi. Shuningda yo'lbos uning qarab, "Ansirma, hech qisi yo'q" deyishning o'rniga "Qo'rimidan bir taqsa" deydi. Mana bu so'zni holat bilan emas, balki so'zni tarjima qilgandagi xatolik. Chunki "Qo'rimidan bir taqsa" degan chog'da shu filmning ostida Xitoycha "Shosaidiya" degan xat chiqadi. Odatda Xitoylar qo'lidan keladigan bejirish oson ishlar bo'lsa, kerak yo'q degan so'zning o'rniga "Shosaidiya" degan so'zni ishlatadi. Endi avaylagan degan odamga aslı chiqqan Xitoy so'z bo'yicha uni holat bo'yicha o'z o'rnini qo'ymay "Qo'rimidan bir taqsa" desak, tilimiz qanday qilib ketadi? Ikki birodarning "Subhanalloh" degan so'zdan deyishib qolganligini ko'rgan. Bir qarindishimiz, yana bir qarindishimizning ozroq qilqini yoqtirmay, ochiqarlar "Subhanalloh" dedi. Yani bir qarindishimiz qo'pab, "Nimaga Subhanalloh deysiz?" deydi. Gap to'g'ri, lekin qarindoshlarimizning hammasi "Subhanalloh" degan so'zning qaysi intonatsiyada, ya'ni ohangda chiqayotganligini bilalaydi. Shu sababdan arabcha qo'choqlarni, arablarning ig'zoq tilini ozroq bo'lsa-mu tushunay deb ko'rdim. Bunga ajratgan vaqtimi 30-40 minut. Agar bundan ko'p qilaversam, boshqa o'rlashtirishlarimga ta'sir etadi. Mush qo'choq ajratgan vaqtimi menimning eng charchagan vaqti. Hammamizni Alloh saqlasin, ro'yitimizning yaxshi vaqtini qo'choq ko'rdigan yoki nasht anglaydigan ishga ajratib qo'yishdan. Shundaqla hozir bu qo'choq film ko'rmaydigan men uzun bo'lib ketdi. Qo'choq ko'rdigan vaqtimni da'vat anglaydigan boshqa ishga ajratib o'tdim. Shundaq biz hammamiz va farzandlarimiz bir ishga alohida diqqat qilaylik. Islom tarixi va shunga o'xshagan bo'lib bu sahoba radhiyallohularning rolini olganlar artistlar. Kichik farzandlarimizdan ba'zilari mendan filmdagi artistlarni ko'rishdi, bu Bilolmi, Mavo Hamzimi deb so'rganlar bo'ldi. Ularga javoban, "Yo'q, bular artist" dedim yo'q, lekin ko'p siqildim. Shu sababdan atrofimizga o'zim taqdim etadiganlarga payg'ambar qissasi tasvirlangan film yoki payg'ambarlar hayoti qo'ncha qilib ishlangan filmlarni ko'rishdan ehtiyot qildirdim. O'zim shaxsan ko'rmayman bunday filmlarni. Ömer Muxtarning filmi hammamizga ma'lum. Shu Ömer Muxtarning rolini olgan bovoy xristian, shuning o'xshagan sahoba radhiyallohularning rolini olganlar real jamiyatni nima ish qiladi? Buningdan ma'lumotim yo'q ekan. Shundaqla ota-onalarga nasihatim shuki, farzandlarimizga payg'ambarlar qissasi, film ya qo'choq qilib ishlangan ko'rinishlarni ularga ko'rsatish zarur bo'lib qolsa, shundaq filmlarni ko'rishdan burun ularga noit astoydillik bilan tarbiya ishlab, navbat ko'rmoqchi bo'lgan film ichidagi shaxslarning aks ekanligini, qo'choqdikisi bo'lsa sizib harakatlantirilgan jarayon ekanligini tushundirsin va zerikmasdan qo'lsiga singdirib olsin. Agar unda qilmasak, kelgusida farzandlarimiz payg'ambarlarning va sahoba radhiyallohularning tarjimonini o'qiganda sahobalarning ismi chiqqan o'rinlarda o'zi tuymasdan birdam sahobalarning, birdam o'g'ri aroqkashning rolini olgan artistlardan asli sahobalarning chiroyini o'xshati shakllanib qoladi. Ham uning ustiga hozir bir shahid bo'libdi desa, orqadan 10 farzand tug'ilib, farzandlarimizning ko'payish nisbati olib qoldi. Oldimizdan 10 nachidan yangi to'y qilganlarni hisob olmaganda keyindagilarning ish kuchdan o'ttir hisob bilan har bir oydan 5-6-7 farzand chiqadi. Uning ustiga bu farzandlarimiz jang maydonida cho'ng bo'layotganlik uchunmiki bir xil qo'rqmas, tavakkalchi bo'lib cho'ng bo'layotdi. Bularning oldi Alloh burun jang kirib bo'ldi, keyindagilar madrasa o'qiyotdi. Bularning ichida shahidlarningmi, o'z vatandan chiqolmasmi, farzandlarini chiqarayotgan o'tjura qiyindoshlarimizning omonatlari bor. Mana shu shahidlarning, vatandagilarning bizga topshirgan farzandlari bizga qo'ygan omonatdir. Biz zamin padişçilarımız, hemimiz öz etrafımızdakilerden sorulğuçlarımız. Şuna Şam'daki ve muşu yerdeki kıyındaşlarımga tavsiyelerim şu ki, muşu sahadeni peygamberler doğrusunda işlegen film ve qo'choqlarni farzandlarimiz qanday usulda ko'rdi, nimalarga diqqat qiladi degan asosda ko'yinib, ixlos qilib, atrofdagilardan fikr ilib bir tarbiya film ishi